Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 24-iyun 2020-yil Qirg'iziston O'sh Qurshop Ahidbay Ahmadov ko'chasi eskisi Sovetskiyda Masjidul Muhammadiyni quryapmiz. Alhamdulillah, Alloh taoloning yordami bilan, inoyati bilan har kim o'zining hissasini qo'shib ketyapti. Alhamdulillah. Shularning qatorida do'stim Jo'ram Teshaqulov, Furqatjon, Hoji Akbarovich, oyoqda Ulanbek Taqsir. Ulanbek Taqsir qo'lingizni ko'tarib qo'ying. Bismillah. Mashallah. O'qidi jamoat. Mana Peska blogida tahoratxonalarini urib bo'lyapmiz. Alhamdulillah 9 qator urdik. 10-qatori bor. Furqat do'stim, qo'l ko'tarib qo'ying endi. Assalomu alaykum jamoat. Mana, blижний anaqa qilib qo'ying mana. Hamma ko'rganlarga salom deng do'stim. Hammaga tanish bilishlarga. Mana Peska blogida o'zining qo'lidan chiqarib beryapti. Alhamdulillah. Hozir mana shuni ustiga ugolnikni qo'yamiz. Mana ugolnik olib kelganmiz mana da. Ugolnik shvelar olib kelganmiz, qo'yamiz. Alhamdulillah. Mana masjidimiz 3 ta aynaklik bo'ldi. Mana bu eshik. Mozaborda ham shu jo'ram urib berdi. Alhamdulillah. Mana juda chiroyli qilib. Inshaalloh ko'z tegmasin mana. Xo'p, yordam berganlarni chaqiramiz. Yordam beramiz deganlardan qochmaymiz, kutib olamiz inshaalloh. Har kim o'zining hissasini qo'shsa, juda go'zal bo'ladi inshaalloh. Mana hojatxona. Bismillah. Mana ikkita hojatxona qilganmiz. Dimoxod. Mana emir. Mana dush. Da'vatchi mehmonlarimiz kelib qolsa ularga ham razdelkasidan dush qilganmiz inshaalloh. Mana o yerda bunday uzunasiga tahorat olganda bunday borib yama bor. Shu yamada suv tushib ketadi inshaalloh. Shuning uchun oldindan hammalaringizga rahmat deymiz inshaalloh. Do'stim, meni o'zim olib qo'yay mana. Ko'rinyapmanmi do'stim? Bir qarab qo'yingchi. Biz xizmatdamiz endi, bu katta ustalarga xizmatdamiz endi. Rozi bo'linglar inshaalloh. Hammalaringizga alangali salom. Sizlarning duolaringiz bilan Xudo xolasa mana masjidimiz ko'tarilyapti alhamdulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.